Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisiz? Bugungi mavzuyimiz hokimiyat vakillari kimlar? Hokimlar o'zi kimlar? Vazifalar nimadan iborat? Shu haqida qisqacha sizning ekraningizda chap tomondagi manzaraga qarashingizni xohlardim. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, orqa fonda daraxtlar chopilmoqda va boshqa detallarga ham e'tibor berasiz degan umiddaman. Bu albatta bizning zamonamizda kuzatib turadigan hokimlarimizdan desak to'g'ri bo'ladi. Aslida hokimning vazifalari nimalardan iborat bo'lishi kerak? Odamlarni jazolashdan yoki boshqa amaldorlarni o'ziga sherik qilib nimalardandir foyda olishdan iborat bo'lishi kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Mayli, bunisiga endi siz xulosa qilasiz. Biz esa ekranimizni o'ng tarafiga qaraymiz va aslida hokimning vazifasi xalqning jamoatchilik vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbat o'tkazib, ularning nima qiynayotganligi bilan shug'ullanish kerak. Ular o'zlarini hokim qabuli deb e'lon qilib, bilasizlar, kursida o'tirib telefon qilib kimgadir buyurib nimanidir qildirishga harakat qilishlari kerak emas. Barchasini qonuniy amalga oshirishlari, budjetda ko'zda tutilgan masalalarni hal qilib berishlari kerak. Avvalo ular fermerning ishiga aralashmasligi kerak. Fermerga biz qachonki tadbirkordek qarashni boshlasak, o'z yeridan u ozuqalarini, o'z yeridan chiqayotgan mahsulotlarni o'zi sota oladigan bo'lsa, o'z fermer xo'jaligini, o'zining kompaniyasini, firmasini kengaytira oladi. Avvalo unga tadbirkorlikdek qarashimiz kerak. Albatta bu boshqa masala, keyingi efirlarda albatta davom ettiramiz. Go'sht masalasidagi muammolarimiz ham aslida shuni orqasidan kelib chiqyapti. Qachongacha siz ekinlarni kim ekishini yoki fermer o'zi ekkan ekinini, yerlarini, dalalarini buzib tashlasangiz, uning sug'orish inshotlariga tahdid qilsangiz va albatta uning shuncha mehnati ketgan yerni bosim ostida mirshaplar bilan qo'rqitib, qo'l qo'ydirib, xitoyliklarga yerlarni olib beradigan bo'lsangiz, albatta ommaviy axborot vositalarida dalillarga yetarli bu haqida olib beradigan bo'lsa, uning hafsalasi pir bo'ladi, ishlamay qo'yadi. Biz ko'ryapmizki, Toshkent shahari bo'lsin, umuman butun respublika bo'ylab ko'plab yaxshi holatdagi daraxtlarning kasallanganligi yoki daraxtlarni kesib olib ketgan insonlar aksar holatlarda jazolanmagan. Katta-katta qurilishlar bo'layotgan maydonlardagilarda ham bu holatlar kuzatiladiki, sudga oshirilsa ham arzimagan jarima bilan qutulgan. Ammo oddiy holatda oddiy aholi o'zini yer mulkida yoki ko'chada qanaqadir nimagadir katta bo'lmagan zarar yetkazsa ham bu ommaviy axborot vositalariga olib chiqib, katta bir voqeadek ko'rsatishga harakat qilingan. Aslida to'g'ri ishlash qanaqa bo'ladi? Albatta qisqa muddatda sizga buning barchasini tushuntirib berishim qiyin, lekin bu yerda avvalo hokimlarning saylanishi kerak deb o'ylayman. Bunga siz qanday qaraysiz? Albatta bu ko'rsatuvlarimizni tushunishingiz uchun bundan oldingi videolarimizni ham ko'rishingiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Biz bilan birga bo'ling. Obuna bo'lishni esa unutmang.